Nimaga til o'rganuvchilari ma'lum bir vaqtga kelib o'sishdan to'xtab qolishadi? Ya'ni bu videoda ilm o'rganuvchilar duch keladigan ba'zi bir muammolar, ularning sabablari va yechimlari haqida gaplashamiz. Buning uchun bizda bugun ikkita nazariyani ko'rib chiqamiz: Plato effekti va Pareto qonuni. Demak, birinchi bo'lib Plato effekti haqida gaplashsak, buni ma'nosi shundaki, ilm o'rganilayotganda, til o'rganayotganda ma'lum bir bosqichga kelib o'sishdan, rivojlanishdan to'xtab qolish, qatib qolish. Ya'ni bitta xuddi chuqurga tushganday hech qayoqqa siljimay qolishdi. Demak, ma'nosi Plato effekti hisoblanar ekan. Bu narsa ta'limda tabiiy holat hisoblanadi. Birinchi shuni tushunib olishimiz kerak. Ya'ni buni tahlil qiladigan bo'lsak, qanday sodir bo'ladi bu jarayon? Bu grafik bilan tanishamiz. Demak, vertikal tarzda aytaylik o'quvchining darajasi, bu tarafda vaqt ko'rsatilgan. Demak, vaqt o'tishi bilan o'quvchining darajasi ko'tarilib borishi kerak. Hammamiz tushunamiz. Aytaylik 1 oy keldi, 2 oy, 3 oy keldi, darajasi sekin-sekin o'sib borishi kerak. Lekin ko'pchilik shunaqa tasavvur qiladiki, buni xuddi to'g'ri chiziq deb tasavvur qiladi. Ya'ni tekis o'sib boradi. Bugun bir kun keldi, bitta pog'ona o'sdi, 2 kun keldi, 2 pog'ona ikkinchi pog'onaga o'sdi bo'lib, shunaqa tasavvur qilishadi. Aslida bunaqa emas. Demak, ko'ryapmiz, bu narsa to'lqinli tarzda bo'lar ekan. To'lqinli tarzda progress jarayon davom etar ekan. Xo'p, buni qanday tushunishimiz kerak? Birinchi bo'lib, o'quvchi yangi guruhga keldi til o'rganish uchun. Demak, unda yangi muhit, yangi atmosfera, yangi mavzular o'rganish boshlanadi. Ya'ni o'sish sodir bo'ladi albatta. Bilmagan narsalarni o'rganishni boshlaydi, tezda natija bo'lishni boshlaydi. Va ozgina vaqt o'tgandan keyin, demak, unda nima bo'ladi? Qiyinchiliklar bo'ladi. Qaysi jihatdan? Mavzular ozgina qiyinlashganda, u unga tayyor bo'lmasligi mumkin. Unga yetarlicha vazifa qilishga o'zida kuch topolmasligi mumkin. Shunga ko'ra, ozgina mavzular qiyinlashganda, demak, struggle, qiyinchilik paytiga duch keladi. Bitta birinchi chuqurga tushadi. Bu holatda endi o'ta o'rganishga xohish past bo'lgan o'quvchilar shu yerda o'zida taslim bo'lib to'xtashadi. Lekin ko'pincha o'quvchilar bu holatga bardosh berib, demak, bu holatdan chiqib ketishadi. To'xtamasdan harakat qilib, mavzularni o'rganishda, vazifalar qilishda davom etib, demak, bu holatdan chiqishadi. Keyingi bosqichga o'tiladi. Shu tarzda davom etib, intermediate, ya'ni o'rta bosqichga kelganda o'quvchilar shunaqangi chuqurga tushadiki, bu endi Plato effekti, shu Plato effekti deymiz. Mana shu xuddi chuqurga tushgandaqa nima to'xtalish bo'lib qoladi. Hech qayoqqa siljimasdan darslarga kelyapti, qatnayapti, lekin o'sish yo'q. Buni Plato effekti deymiz. Bu tabiiy holatligini qabul qilishimiz kerak. Birinchi o'rinda buni fikrlashimiz kerak. Bizda o'sish bo'lmayapti deyishdan oldin bitta tariximizga, o'tmishimizga qaraydigan bo'lsak, bundan mana to'g'ri chiziq chizsak, boshlagan darajamizdan ko'ra bu yerdagi va bu yerdagi bizning holatimizdan ko'ra anchagina o'sish bo'lganini ta'kidlashimiz kerak. Biz yangi boshlaganimizda darajamiz qanaqa edi-yu, hozir darajam o'smayapti degan holatimizda qancha narsani bilamiz. Bizda o'sish bo'lgan, faqat ma'lum bir bosqichga kelib to'xtalish bo'lib qoldi bizda. Buni sababi Pareto qonuniga ham bog'liq. Bunga hozir o'tamiz. Ya'ni birinchi biz shu bosqichga kelganimizni tushunib olishimiz kerak. Xo'p, endi bizda o'sish bo'lmay qolganini sababini bildik. Shu holat ekan. Yechimi nima bo'ladi desa, bunda bu chuqurdan chiqib ketish uchun asosan beriladigan yechimlar, ya'ni bu yerda o'qituvchining ham roli bor. O'quv metodiga o'zgartirish kiritish kerak bo'ladi. Aytaylik, siz har kuni lug'at yodlayapsiz, grammatika o'rganyapsiz. Shu zaylda davom etayotgan bo'lsangiz, endi siz darsingizda yangilik qo'shishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa? Misol uchun aytaylik, faqat grammatika o'rganayotgan yoki faqat ozgina mashq qilgan o'quvchi gapirish mashqlari, writing yozish yoki listening o'xshagan mashqlarni darsga qo'shish yoki birorta interaktiv musobaqa tarzidagi boshqa materiallar bilan ishlab ko'rish kerak bu davrdan chiqib ketish uchun. Endi o'ta bu davr uzoq davom etadigan bo'lsa, bu metodlar ish bermaydigan bo'lsa, ustozni almashtirish, boshqa guruhda sinab ko'rishgacha borish mumkin. Ya'ni buni birinchi yechimi sifatida dars sistemasida o'zgartirish, yangilik qilish hisoblanadi va albatta qattiq harakat qilish va sabr qilish. Shu orqali Plato effektidan chiqib ketib, keyingi natijaga, maqsadga yetib borish mumkin bo'ladi. Aynan shu narsani birinchi tushunib olishimiz kerak. Bu holatni tushunib oldik. Yana bitta holat bor batda.
Demak, e'tibor bersalaring, to'g'ri chiziq bas ekan o'rganish to'lqinli bo'lar ekan va to'lqinli bosqichma-bosqich deganda ham quyidagicha chizilmadi. Nimaga bunaqa bas desa, aynan chuqurga tushgandek holat sodir bo'ladi. Ya'ni bu joyda aytaylik, o'quvchi bu joyda keldi, o'sish bo'lmaydigan tekis davrda orqaga qaytib olishga ham hattoki imkoniyati bo'lmaydi. Xuddi chuqurga tushgandaqa, xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Chunki orqaga shunday qaytib olishda imkoni bo'lmaydi bu chuqurga tushgandan keyin. Chunki buni guruhlarimizda ko'rganmiz. O'quvchi yuqori darajaga keldi, o'sish bo'lmay qoldi. Undan bitta pastki guruhga tushganda doimo muvaffaqiyatli davom etolmaydi. Bu degani yoki oldiga chiqib ketish kerak, yoki birovli bu yo'nalishdan chiqib ketasiz, ya'ni qulaysiz degan ma'no kelib chiqadi bundan. Shuni ham inobatga olish kerak. Mashaqqatiga chidab, sabr bilan oldiga harakat qilgan yaxshi. Shuning uchun bunaqa holatga tushganda. Endi xuddi shunga yana bir yonma-yon tarzda ta'sir qiladigan holat bu Pareto qonuni deyiladi. Buni 20 ga 80 qoidasi ham deyishadi. 20% harakat, 80% natija. Bu nima degani? Siz qilayotgan harakat urinishlaringizni 20% sizga 80% natijangizni beradi. Siz qanchadir miqdor harakat qildingiz, qanchadir natijangiz bor. Lekin siz 10 birlik harakat qilganingiz uchun 10 birlik natija olmadingiz. Siz harakat qilgan harakatlaringizni faqat 2 birligi sizga o'sha 8 birlik natijani bergan. Ya'ni siz o'sha kam qismdagi harakatingiz qaysi siz to'g'ri qilgan, eng muhim qilgan ishlaringiz katta natijani keltirib chiqargan degan mohiyat Pareto qonuni. Endi buni tilga, ko'p sohalarga, iqtisodiyot, boshqa sohalarga ham qo'llaniladi. Ta'limga oladigan bo'lsak, siz aytaylik, so'zlar ko'p, millionlab, minglab so'zlar bo'ladi. Siz lekin hayotdagi eng kerakli 1000 ta so'zni yodlash orqali kundalik suhbatni 80% ni qila olishingiz mumkin. Bu ham bitta misol. Yoki siz aytaylik, grammatikada ko'pgina mavzular bo'lsa, 20 ta, 30 ta, 40 talab, siz eng muhim kerakli bo'lgan 20% mavzuni o'rganib olib, o'sha kundalik suhbatingizdagi holatlarni tushunib ketishingiz mumkin. 80% holatda matnlar tarjima qilish bilan bog'liq qobiliyatga ega bo'lishingiz mumkin. Bu ham bitta misol. Ya'ni xuddi shunaqa narsa. Buni maqsadi nima desa, demak, siz aqlli harakat qilishingiz kerak, qilayotganingizda vaqtingizni behuda sovurib qo'ymasligingiz kerak. Shu narsani ifodalaydi. Endi buni ikkinchi ta'sir bor, bu grafikimizga ham ta'sirli joyi. Buni teskarisi. Vaqt o'tishi bilan bu narsa aylanadi. Ya'ni bu 20 ga 80 qoidasi mana bu boshlang'ich nuqtada sodir bo'ladi ko'pincha. Ya'ni mana bu nuqtada bizda 20 ga 80 qoidasi ishlasa, endi vaqt keladi, mana bu joylarda teskari, xuddi shuni teskarisi ishlaydi. Ya'ni 80 ga 20 qoidaga aylanadi. Boshida siz guruhga yangi keldingiz, ozgina harakat qilsangiz ham katta natijaga ega bo'lasiz. Ingliz tili misolida olsak, 30 ta 40 ta lug'at yodlab turib, tubiy bitta mavzuni o'rganish bilan 2-3 kun ichida siz ingliz tilida gap tuzishni, gapirishni boshlaysiz. Endi vaqt o'tadi-da, yuqoriroq darajaga kelganingizda ozgina pog'oningizni ko'tarish uchun, darajangizni ko'tarish uchun siz 80% mashaqqat harakatingizni qilishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni boshida ozgina harakat bilan katta natija, vaqt o'tishi bilan ozgina natijaga erishish uchun katta harakat qilish kerak. Shuni ko'pchilik tushunmaydi. Natija bo'lmayapti deb o'ylaydi. Aslida ko'proq, qattiqroq harakat qilish payti kelgan bo'ladi hatto. Ozginadan o'sish bo'ladi. Xuddi shunaqa holat. Demak, bu narsalar biz yangi o'rganuvchilardan tortib, darajasi yuqori bo'lgan o'quvchilarga ham tegishli. O'z o'quv yo'lingizda shu narsalarga e'tibor bering. Demak, umumiy xulosa, siz o'rganishni boshladingiz, boshida oson bo'lishi, keyinchalik qiyinlashi bu tabiiy holat. Ko'proq mehnat qilishdan erinmasligingiz kerak va ma'lum bir darajada qatib qolib o'sish bo'lmayapti degan holatda bu ham tabiiy holat va bundan chiqib ketish uchun yangi metodikalar qo'shish, sabr qilish va endi 20% harakat bilan emas, 80% harakat qilishingiz kerak natijaga erishish uchun. Shularni birlashtirib agar o'qiydigan bo'lsak, xayolimiz chalg'imaydi. Faqat e'tiborimizni demak o'qishga qaratib, natijaga erishishimiz mumkin bo'ladi.